Xazar to'lqinlarining ilohiy raqsi. Badiiy fantastik qissa. To'lqin Netqadamov asari. Yerga tushgan chaqmoq. Feridun, hoy Feridun, tur o'g'lim, tong otdi-ya. Ovqatlanib ol, keyin darsingga, maktabingga borasan. Tura qol bolajonim, dedi Osiyo xola o'g'lining peshonasidan o'pib. Yigitcha darrov uyg'ondi. U endi 14 yoshni to'ldirdi. Onasi Osiyo xola bilan Feridun Xazar dengizi bo'yidagi Baku shahriga qarashli toshdan qurilgan mo'jazgina chiroyli hovlida yashaydilar. Feridunning otasi erta vafot etdi. Yolg'iz o'g'il Feridunni onasi katta qildi. Feridun tengdoshlariga nisbatan juda ziyrak, aqlli va o'ta qobiliyatli bola bo'lib, juda ham onasiga g'amxo'r edi. U onasining hamma ishlariga yordam berar va dengiz sohilidan ancha uzoq yerdan Yonardaq, ya'ni Yonartog' atrofidagi buloqdan suv olib kelar, o'tin yorar va boshqa ko'pchilik ishlariga yordam qilardi. U boshqa bolalarga o'xshab, "Anajon, yana biroz uxlab olay" deb erkalik qilmas. Tong otishi bilan o'rnidan turib yuvinib olar va ovqatlanib maktabga ketar. Undan keyin raqs maktabiga borardi. Bugun ham shunday bo'ldi. U maxsus raqs bilim yurtida raqsdan tahsil oladi. Onasi dazmollab qo'ygan raqs kiyimlarini ilgichga ildirib yo'lga tushdi. Feridun maktabga borayotganda har safar dengiz sohilini yoqalab ketishni yaxshi ko'radi. Bugun ham sohil yoqalab ketmoqda. Havoning qovog'i osilgan. Hali vaqt erta bo'lgani uchun hamma yoqda sukunat hukmron. Bu jimjitlikni Xazar dengizining shovullashi buzmoqda. Bugun dengizning vaqti chog'. Feridunning kelishini bilgandek sho'xlik qilib o'ynamoqda. Xazarning beozor to'lqinlari o'zini har tomonga urib, bor kuchini namoyon qiladi. Suv betida oppoq ko'piklar ko'prik toshadi. O'rkak bo'lib qirg'oqqa sizib kelayotgan to'lqinlar guvullab kelib qirg'oqdagi sovuq to'siq devorga zarb bilan uriladi va xarsang to'siqdan o'tolmay mayda tomchilarga aylanib milliard marvaridlar sochilganidek tarqalib ketib yana orqaga chekinadi. Biroz fursat o'tgach, to'lqinlar kuch ko'plab yana sohilga intiladi. Feridun sohil bo'yida yotgan kattakon oq yassi tosh ustiga chiqib o'tirib oldi va dengizning dalli raqsiga mahliyo bo'lib uzoq tomosha qildi. Oq chag'alaylar paydo bo'ldi. Ular ham osmonda zavq-shavq bilan uchar va charx urib raqsga tushar edi. Shamolning esishi va Xazar dengizi to'lqinlarining guvillashi esa qushlar uchun tabiiy musiqa edi. Ora-sira osmondan shiddat bilan uchib kelib, dengizga bir sho'ng'ib chiqar va har chiqqanida chag'alaylar suvdan ham nasibasini olib chiqardi. Raqs Feridunning joni dili, hayoti. U dengizdan boshlab qushlargacha, kaptarlar va kapalaklarning ham o'yinini sevib tomosha qiladi. Dengiz to'lqinlarining jozibali raqsini ko'rib, o'zining ham o'ynagisi keldi.
ilhomi jo'shib, ilohdan berilgan kuchli his tuyg'ulari qo'zg'aldi va o'rnidan turib tekis yassa tosh ustida dengiz bilan birga raqsga tusha boshladi. Uning harakatlari biram nozik, o'ziga yarashgan va juda maftunkor. Feridun borgan sayin raqsning sehrli dunyosiga kirib borar, butun borlig'i bilan o'ynar edi. Shu payt osmonda yarq etib chaqmoq chaqdi. Ketidan momaqaldiroq gumburlab yomg'ir yog'a boshladi. Birozdan keyin yomg'ir kuchayib, shovullab yog'a boshladi. Tabiatan romantik bo'lgan yigitcha osmonda ko'ringan chaqmoqdek yonib o'ynamoqda edi. Yomg'irning shovullashi bilan dengizning buvillashi, to'lqinlarning shiddatli chayqalishi uchun u betakror musiqadir. Ayniqsa osmonga boqib quloch yozib aylanishi ilohiy tus ola boshladi. U tabiatan butun borliqni sevar. Dengiz, osmon, oy va quyoshdan kuch va quvvat oladi. U o'yinga berilib raqs darsiga borishni butunlay unutdi. Raqs muallimi uni o'z bolasidek yaxshi ko'radi. Unga alohida mehr berib, barcha raqs sirlarini o'rgatadi. Ali og'a kelajakda Feridunning buyuk raqqos bo'lishini yaxshi biladi. Shuning uchun ham u o'zining iste'dodli o'quvchisidan vaqtini, kuch-quvvatini ayamasdi. Bir kuni u dars paytida Feridunga shunday dedi: "Menga qara o'g'lim Feridun, shuni yaxshi bilib qo'y. Alloh yaratgan barcha bashariyat, odamlari va hatto jonli mavjudotlar ham, chaqmoq, yomg'ir, dov daraxtlar ham raqsga tushadi. Hayotning o'zi raqsdan iborat. Ularning ichida eng oliysi va buyugi bu insondir." "Qushlar ham raqsga tushadimi, domla?" deb so'radi bolalar. "Ha, albatta, qushlar ham" deydi Ali og'a zavqlanib. "O, siz ularning o'yinini bir tomosha qiling-a. Turnalarning qanot qoqib uchishini, ularning arg'amchidek tizilishib parvoz qilishini ko'rgan odam bir dunyo zavq oladi. Tovuslarchi, tovuslarni aytmaysizmi? Ularning raqsi esa nihoyatda go'zal. U qanotlarini yozib o'ynaganda odam lol bo'lib qoladi. Uning patlarida ufuq kamalagining 7 xil jilosi javdirab turibdi. Yoki yangi tug'ilgan qo'zichoqlarni bir kuzatinglar-a", deydi Ali og'a zavqlanib. "Ular dikirlab, sakrab o'ynaydi." "Ustoz, ular onasini emish uchun orqasidan chopadi-a?" deb so'radi tabiatan sodda bilgan Shahin ismli bola. Sinfda kulgu ko'tarildi. Raqqos bolalar zavq bilan kuladi. Ali og'a Shahin har kuni hovlisidagi qo'ylarning o'yinini tomosha qiladi, deydi sho'x va hazilkash Nohid. Bolalar sinfni boshlariga ko'tarib kuladilar. Hatto Ali og'a ham o'zini kulgandan to'xtata olmaydi. Biri sodda, biri sho'x bo'lgan bu bolalar Feridunning yaqin do'stlaridir. "Ustoz kaptarlar qanday raqsga tushadi?" deb so'raydi Feridun. "Kaptarlarmi? Oh, deydi. Ularning sho'x va fusunkor parvozlari ilohiy raqsdir. Alloh bu qushlarni odamlarga zavq-shavq bag'ishlash uchun yaratgan. Yana bu qushlar odamlarning do'sti va yordamchisidir. Qanday qilib ular odamlarning yordamchisi bo'lishi mumkin?" deydi Feridun. "Ular xat tashiydi. Masalan, sen uzoq bir shahardan turib menga kichikroq bir xat yozib, kaptarning bo'yniga osib qo'ysang, uzoq yo'ldan uchib o'tib o'sha xatni menga yetkazadi. Ha, uning xotirasi juda ham kuchli. Bir marta don yegan joyini asli unutmaydigan sadoqatli qush." Bolalar hayron qolishib yana savol beradilar. Ali og'a
kaptarlar o'zi yashagan hovlisini qanday qilib topib oladi? Ularning ko'zi juda xotirasi kuchli. Qushlar ichida faqat kaptarlargina quyoshga tik qaray oladilar. Ular haqida bir to'rtlik yozganman. Aytib beraymi? Ayting ustoz, ayting, eshitaylik deb chuvillashdi bolalar. Ali kabutarlarga atab o'zi yozgan to'rtligini o'qib beradi. Kaptar osmonlarda sho'x o'ynasaydim, bu dunyoni jaholatdan saqlasaydim, Parvardigor jamolini ko'rar edim, kabutardek quyoshga tik qarasaydim. Ali og'aning she'rini jon qulog'i bilan tinglagan bolalar chapak chalib, qiyqirib zavqlanishdi. Ali og'a, qani endi raqs darsimizni boshlaymiz deb musiqachilarga ishora qiladi. Raqs boshlanadi. Bolalar butun vujudi bilan berilib o'yinga tushadi. Ayniqsa Feridun. U musiqa ovozini eshitganda butun borlig'i vujudi bilan musiqa olamiga sho'ng'ib ketadi. O'sha vujud timobdek eriy boshlaydi. Jo'shib o'ynaydi. Hayotini u raqssiz tasavvur etolmaydi. O'yin tugagach, Ali og'a Feridunning peshonasidan o'pib qo'yadi. Feridun hozir sohil bo'yidagi katta yassi tosh ustida Xazar to'lqinlari bilan birga o'ynar ekan, qo'qqisdan darsga kech qolgani esiga tushdi. Va shilta ho'l kiyimlari bilan qirg'oq bo'ylab chopa raqs bilim yurtiga qarab yugurdi. Dengizga yog'ayotgan milliard yomg'ir tomchilari Xazar to'lqinlari og'ushiga singib ketib, uzoq vaqtgacha birga o'yin qilishdi. Feridun eshikni ochib kirishga mumkinmi og'a deb so'radi. Ali og'a Feridunni bu ahvolda ko'rib hayron bo'ldi va darsni to'xtatdi. Talabalar ham sinfni boshlariga bu ahvolda ko'rib qotib qoldi. Keyin raqsni boshlariga ko'tarishib qah urib kulib yuborishdi. Feridun bolalarning nima uchun kulayotganini tushunib uyatdan qizarib ketdi. U chaqmoqdan quvvat olib Xazar to'lqinlari va yomg'ir ostida raqsga tushganida usti boshi shiltiq ho'l bo'lgan sochi va kiyimlaridan hali chakillab suv oqmoqda edi. Ali og'a uning ahvolini ko'rib kulgidan qotib qoldi. Keyin o'zini bosib boladan so'radi. Mashallah. Feridun, sana nima bo'ldi bolajonim? Ustoz, Feridun har kuni Xazar dengizi yonidagi katta yassi tosh ustida dengiz bilan birga raqsga tushadi. Biz uning bu odatini Nohid bilan ikkimiz ko'rib tomosha qilganmiz, dedi Feridunning yaqin do'sti Shahin kulib. Ha, to'g'ri. Shuning uchun ham hamma yog'idan va dengizdan kiyimlari jiqqa ho'l bo'lgan, dedi Nohid do'stiga achinib. Qaranglar, bechora Feridunning shalvorini mulziqlari, temaning tugmalari ham ochilib qolibdi, dedi yana bir bola. Bu gapdan keyin bolalar kulgidan qotib qolishdi. Ali muallim bu safar kulmadi. Jim bo'linglar, dedi hushyor tortib. Keyin Feridunning yoniga kelib uning ko'zlariga qaradi va voqeani tushundi. U Feridunning romantik yigitcha ekanligini yaxshi biladi. Ha, Feridun bu dunyoga sig'maydigan bola. Uning ichki dunyosi cho'x go'zaldir. Raqs bobida unga teng keladigan bola yo'q. Kelajakda u butun dunyoga mashhur bo'lib, Ozarbayjon san'atini ko'klarga ko'taradi. U faqatgina sahnada emas, balki chaqmoq va yomg'ir, hatto dengiz to'lqinlari bilan ham birga o'ynayveradi. Musiqani juda chuqur
yaxshi tushunadi. Tasavvuri esa nihoyatda keng. Hatto romantiklar orasida ham bunday iste'dodli bola yo'q. Ali og'a shularni o'ylar ekan, Feridunni mahkam quchoqlab, uning peshonasidan, yuzi ko'zlaridan qayta o'pib, "Barakalla o'g'lim" dedi. Keyin shoshilib orqasiga o'girilib tez gapirdi. "Nohid, Shahin, zudlik bilan borib kiyinish xonasidagi javondan ikkita toza sochiq bilan choyshab keltiring. Va ikkovingiz do'stingiz Feridunning badanini artinglar. Keyin raqs kiyimlarini kiydiringlar. Mening o'g'lim shamollab qolmasin. Yana boshqalariga 20 daqiqalik tanaffus, tez chiqinglar." Said bilan Nohiddan bo'lak hamma tanaffusga chiqib ketdi. Do'stlari ichga kirishdi. Uning ho'l bo'lgan kiyimlarini yechib, ikkita toza sochiq bilan shirtta ho'l bo'lgan badanni hafsala bilan obdon artib quritdilar. Keyin esa uni choyshabga o'rab, 10 daqiqa dam oldirib, chiroyli raqs kiyimlarini kiydirib, sochlarini tarab qo'ydilar. Ularning ishini kuzatib turgan Ali og'a, "Raqs shahzodasi, mana buni ichib ol bolam" deb bir stakan qaynoq shirin choy uzatdi. "Ichmayman Ali og'a" dedi Feridun uyalib. "Uzr ustoz, sizni ko'p tashvishga qo'ydim." "Yo'q, ichasan" dedi Ali og'a mehribonlik bilan. Keyin bolajonim ha, qani endi hamma shogirdlarim ham sen kabi tashvish keltirsaydi menga. Hali sen butun dunyoda dedi jim bo'ldi. U jahonga mashhur yaraqlagan yulduz bo'lasan demoqchi bo'ldi-yu, tilini tishladi. Bolani ko'p maqtab yuborib, uni buzib qo'yishdan qo'rqdi. "Feridun, charchamadingmi o'g'lim?" "Yo'q ustoz, asli charchamadim. Ertalabgacha o'ynasam ham charchamayman." "Mashalloh, çok go'zal" dedi Ali og'a mamnun bo'lib. "Bunday bo'lsa, repetitsiyani boshlaymiz" dedim. Bolalar saf tortib tayyor bo'lib turishdi. Behtachi raqsi, Xazar jilolari, xoreografiya ansambli ijro etadi. Solist Feridun Ibragimov deb e'lon qildi konferensiya. Insonning butun vujudini yayratib yuboradigan sho'x Ozarbayjon musiqasi yangradi. Raqs boshlandi. Ozar yigitlari chaqmoq kabi shiddat bilan sahnaga kirib keldi. Go'yoki tez uchar lochinlar kabi quloch yozib o'ynamoqda ular. Raqsga ularning suyagi yo'q. Go'yoki suyaksiz yaratilgan. Shunchalik kuch-quvvatni qayoqdan olar ekan ular? Tomirlardagi qaynoq qon jo'shib ko'pirib oqadi-ya, deb o'ylaydi ularni ko'rgan odam. Ayniqsa Feridunning raqsi har kungidan ham a'lo. U ustozi Ali og'aning qo'llab-quvvatlashidan ham, unga bergan otalarcha mehr muhabbatidan keyin raqsga bo'lgan muhabbati 1000 chandon oshdi. Feridun raqsga tushar ekan, uning ko'z oldida yana o'sha sho'x to'lqinlar va o'zi kabi shiddatli dengiz paydo bo'ldi. Mana o'sha oppoq yassi tosh go'yoki tekis sahnadagi butun borlig'i bilan berilib o'ynamoqda. Yarq etib chaqmoq chaqdi. Osmon gumburlab, yer ko'k larzaga keldi. Dunyo yorishib ketdi. Uning raqsi birdan ilohiy tus ola boshladi. Bu raqsni ko'rgan odam lol bo'lib zavqlanar va butun vujudi yayrab tanasidagi hamma dardlardan forig' bo'lardi. Feridun shularni ko'z oldiga keltirib o'ynar ekan, qayerdaligini butkul unutgan edi. U dengiz sohildagi oq yassi tosh ustida o'ynayapman deb his qildi o'zini. Raqs tugadi. "Rahmat, barakalla bolalarim" dedi Ali og'a mamnun bo'lib. Feridunning o'yini har kungidan ham yaxshi. Masallah. Uning fikrini bolalar ham ma'qullashdi. Ammo Yavuz ismli uzun bo'yli bola
ularning fikriga qo'shilmadi. Yavuz azaldan Feridunni yoqtirmas edi. Ali og'a uni maqtagandan keyin Yavuzning qovoq tumshug'i osilib, ko'zlari pirpirab, ichi hasad olovida yona boshladi. Ali og'a buni darrov sezdi. Yavuz, senga Feridunning o'yini yoqmadimi bolam? Gap yoqish yoqmasligida emas ustoz. Feridunning o'yini ham boshqa bolalarnikidan ortiq emas, dedi Yavuz. Odamlarga xolis va beg'araz baho berishni o'rgansang yaxshi bo'lardi, dedi Ali og'a afsuslanib. Hamma jim bo'lib qoldi. Bu uzun bo'yli serjahil va baquvvat boladan qo'rqishardi. Yavuz, sen buni hech qachon tushunmaysan, dedi Ali og'a. Va darsimiz tugadi, deb bolalarga javob berdi. Feridun do'stlari Shahin va Nohid bilan birga sohil yoqalab uyga ketishdi. Ular qo'shni bo'lib yashab kelmoqda. Yoshlik paytlaridan buyon ular bir-biriga do'st. Hasaddan ichi yonib ado bo'lgan Yavuz hech kimga sezdirmay ularning orqasidan tushdi. Uchala do'st sohil bo'yidagi o'sha yassi tosh oldiga kelib to'xtadilar. Ertalabki yomg'ir hali ham tinmagan, hamma juda sekin yog'moqda. Xazar to'lqinlari esa hamon guvullab o'ynaydi. Shitirlab yog'ayotgan milliard yomg'ir tomchilarining tushishini Xazar o'z og'ushiga chorlaydi. Uchala do'st bu g'aroyib manzaradan zavqlanishdi. Feridun, sen har kuni tosh ustiga o'tirib dengizni tomosha qilasan. Yomg'ir ostida dalli to'lqinlar bilan birga raqsga tushasan. Bugun biz uchun ham bir o'ynab bera qol, dedi Nohid. Xo'p, deya qol do'stim. Axir do'stmiz-ku, dedi Shahin. Feridun biroz ikkilanib turgach, keyin mayli, faqat uchalamiz o'ynaymiz, dedi. Do'stlar rozi bo'lishdi. Feridun bir zum dengizga qarab to'lqinlarning ovozini tingladi. Keyin ular kabi holatga kirdi va raqsga tusha boshladi. Shahin bilan Nohid unga qo'shilib o'yinni boshlab yubordilar. Har safargidek dengizning g'aroyib ovozi-yu to'lqinlarning guvullab yopirilib chayqalishi, suv ustida uchayotgan oq chag'alaylarning yoqimli tovushi hamda yomg'irning shitirlab yog'ishi ular uchun yoqimli musiqa bo'lib yangramoqda. Do'stlar berilib o'ynamoqda. Ular borgan sayin raqsning sehrli olamiga kirib bormoqdalar. Bu jinnilar nima qilishmoqda o'zi? Hech zamonda musiqasiz ham o'ynab bo'lar ekanmi? Tog' miyalar, dedi Yavuz poylab turgan yeridan boshini ko'tarib. Do'stlarning uchalasini ham ahmoqlikda ayblab, ularning ustidan kula boshladi. Keyin yana kuzatishlar davom etdi. Shu payt yarq etib osmonda chaqmoq chaqdi. Bir zumdan keyin momaqaldiroq gumburlab, yer ko'kni titratib yubordi. Uch o'g'aylarning raqsi eng avjiga chiqqanda qayerdandir g'ayri-tabiiy ovoz keldi. Ular dastlab e'tibor qilmay raqsga tushaverdilar. Ey Feridun, osmonga qara, men bu yondaman. Feridun osmonga qarab kattakon Semur qushni ko'rdi. U qanot qoqib turganini ko'rib hayron bo'ldi. Semur bag'oyat chiroyli va jozibali edi. Uning oppoq mayin patlari shamoldan chayqalib turar. Boqishlari ma'noli, ko'zlari odamning ko'zlariga o'xshab ketar va juda ham mehrli edi. U Feridunning raqsiga mahliyo bo'lib turardi. Sen kimsan? dedi Feridun qiziqib. Men kimsa emasman. Semur qushman. Sening sunkor raqslaringni oshig'iman. Sen har kuni dengiz to'lqinlari,
chaqmoq va yomg'ir bilan birga raqsga tushganingda men mahliyo bo'lib tomosha qilaman. Ba'zan sen yerda, men esa osmonda birga raqs o'ynaymiz. Ammo sen buni sezmaysan. Chunki sening raqslaring ilohiydir. Meni bekorga maqtayapsan. Do'stlarim Nohid bilan Shahin ham mendek o'ynaydilar. Ammo dunyoda eng kuchli raqqos bu bizning a'li og'amizdir. Men ustozchalik o'ynay olmayman. Ustozing allaqachon senga tan bergan, ammo o'zingga aytmaydi. Nahotki gapim rost. Sen buni qayoqdan bilasan? Feridun, bilib qo'y. Men chaqmoqning qiziman. Otam chaqmoq chaqib yomg'ir yog'diradi. Sen bo'lsang chaqmoq bilan yomg'irni yaxshi ko'rasan. To'g'rimi? To'g'ri. Men yomg'ir va Xazar to'lqinlarini ayniqsa chaqmoqni juda yaxshi ko'raman. Chunki men ulardan kuch, quvvat va zavq olaman. Va shu quvvatdan berilib o'ynayman. Dedi Feridun qo'lini soyabon qilib quyoshdan to'sarkan. Feridun, qo'lingni soya qilib tik qarama, quyoshga qarama. Balki unga tikka qara, dedi Semur. Quyoshga kaptardan boshqa hech kim, hatto burgutlar ham qaray olmaydi. Ustozimiz Alog'a shunday deganlar. Semur indamay turdi. Ey Feridun, mening ko'zlarimga qarab tur. Undan keyin quyoshga qara, dedi. Feridun Semurning ko'zlariga bir oz tikilib turdi. Keyin va quyoshga qaradi. Voh ajab! Uning ko'zlari quyosh nuridan qamashmay, uni aniq va ravon ko'rmoqda edi. Ko'ryapman, Semruh, men quyoshga tik qarayapman, deb bor ovozi bilan hayqirdi. Uning do'stlari Nohin bilan Shahin esa qo'rquvdan qotib qolishdi. Hatto ularni uzoqdan ko'rib kuzatayotgan Yavuz ham qo'rqib o'zini panaga oldi. Ichi hasaddan yona boshladi. Ona tabiat hamda yer osmon nega Feridunni bunchalik e'zozlamoq? Buning sababini asla bilmas, uni ko'rishga ko'zi yo'q edi. Feridun, o'rganishing kerak bo'lgan yana bitta raqs qoldi xolos, dedi Semur. Qanday raqs? Havoda va Xazar to'lqinlari ustida raqs uchun kerak. Ana o'shanda sen o'z san'ating bilan butun bashariyat insonlarini hayratga solasan va buyuk san'ating bilan kasal odamlarga shifo bag'ishlaysan. Ishonmayman. Bu juda mushkul ish. Mushkul ish bo'lsa ham sen uni qila olasan. Yassi tosh ustidan dengizga sakra. Cho'kib ketaman-ku axir. Qo'rqma, cho'kmaysan. Alloh seni asraydi. Chunki bashariyatga sening san'ating kerak. Sen menga ishon. Qani bo'l, Xazarga sakra. Feridun yassi tosh ustidan dengizga sakramoqchi bo'lib pastga qaradi va bepoyon ummonni ko'rib yuragida qo'rquv paydo bo'ldi. Shahin bilan Nohid baqirishdi. Feridun, dengizga sakrama, cho'kib ketasan. O'zingga kel, do'stim, o'zingga kel, sakrama. Semur qushga ishonma, u seni aldayapti. Feridun qushga qaradi. Ular sening yaqin do'stlaring. Senga achinishadi albatta, dedi qush. Ammo sen qo'rqma, dengizga sakra. Feridun yana dengizga qaradi. Bu safar Xazar to'lqinlari uni o'z bag'riga chorlamoqda. Shu payt mahobatli moviy to'lqinlar guvullab kelib, qirg'oqdagi xarsang toshlarga urildi va milliard oppoq mayda marvarid tomchilarga aylanib, Feridunning yuz ko'zlaridan o'pib, yana to'lqinlar qa'riga singib ketdi.